Urganch shahrida Xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashi hamda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi Xorazm viloyat kengashlari huzuridagi yoshlar maslahat guruhlari faoliyatini takomillashtirish, ijtimoiy sheriklik, tashabbus va hududlarni rivojlantirishdagi o'rni mavzusida yoshlar forumi o'tkazildi. Bu haqda muxbirimiz so'z yuritadi. Mazkur forum Xalq deputatlari viloyat kengashi deputatlari, yoshlar parlamenti a'zolari, kasaba uyushmalari vakillari, tarmoq rahbarlari hamda shahar va tumanlardagi yoshlar maslahat guruhlari a'zolaridan iborat jami 200 nafar ishtirokchini qamrab oldi. Unda yoshlar siyosati, xususan hududlarda yoshlar bilan ishlash samaradorligini oshirish, ijtimoiy sheriklik asosida yoshlar maslahat guruhlari faoliyatini rivojlantirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. So'zga chiqqanlar joylarda amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularning yechimlari bo'yicha o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, viloyatda ilg'or fikrli, vatanparvar yoshlardan 165 nafari yoshlar maslahat guruhiga birlashtirilgan. Yoshlar maslahat guruhlarining asosiy vazifasi har bir hududdagi yetakchi lider yoshlar siyosiy savodxonlikka, huquqiy madaniyatini shakllantirish uchun xizmat qiladi. Targ'ibot tadbirlari o'tkazadi, har xil volontyorlik guruhlari tashkil etish bilan birgalikda qonunchilik ishlab chiqarilishda ushbu yoshlar bilan bo'lgan muammolarni o'rgangan holda muammolarga yechim topib, xalq deputatlari kengashlariga takliflar berish orqali yoshlar muammolari hal etilishida o'z hissalarini, yordamlarini qo'shishadi. Bugungi forum esa yoshlar guruhi a'zolarining uchrashuvi, networking qilish imkoniyati bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tadbirning muhim jihatlaridan biri sifatida Xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashi va kasaba uyushmalari o'rtasida hamkorlik memorandumini imzolash marosimi o'tkazildi. Mazkur hujjat kelgusida yoshlar bilan ishlash, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va hududlarni rivojlantirishda o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlandi. Ushbu kelishuvlar doirasida aniq yo'l xaritalari ishlab chiqilib, ularning ijrosi ta'minlanayotgani yoshlarni qo'llab-quvvatlash tizimi yanada samarali yo'lga qo'yilganidan dalolat beradi. Yoshlar maslahat guruhlari esa bu jarayonda hududlardagi dolzarb muammolarni aniqlaydigan, tashabbuslarni ilgari suradigan va amaliy yechimlar taklif qiladigan faol institut sifatida namoyon bo'lmoqda. Ularning ishtiroki orqali yoshlarning fikr va takliflari qaror qabul qilish jarayonlarida inobatga olinmoqda. Forumning ikkinchi qismida yoshlar maslahat guruhi jamoalaridan iborat 84 nafar yoshlar ishtirokida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Bugun forum davomida yoshlarimiz o'zlariga kerak bo'lgan ma'ruzalarni tinglashdi. Ya'ni faoliyati nimadan iborat ekanligi, nima ishlarni amalga oshirish, mahallalarda qanday startap loyihalarini amalga oshirish, innovatsion loyihalarni kengashgacha yoki muammolarni kengashgacha olib chiqish darajasidagi o'rinlarni bilib oldilar. Forumning ikkinchi qismida zakovat intellektual o'yin tashkil qilindi. Bu viloyatimizdagi barcha tuman shahar kengashi yoshlar maslahat guruhi a'zolarini yanada ijtimoiy muhitini yaxshilash maqsadida tashkil qilingan. Qiziqarli va murosasiz kechgan bahslar yakunida g'olib va sovrindorlar aniqlanib taqdirlandilar.